Yine ortaklar 2025 yıl 1 iyullu nöbetdagi obyektimiz mana bitti. Bugun xudo xolasa ketib batırmız. Katish 330 kvadrat bu. Şu katishga inchildim. Şu pag'lubga rond ketgan, shular to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu yoqda mana kat yo'lxonasi. Yana podpiska bosib, like bosib qo'ysanizlar, keyingi videolarimizni o'tkazib bermaysizlar, foydali video bo'ladi deb o'ylayman. Şu 330 kvadrat kotejimiz 2 ayda bitirdik. Mana erdiyag'i mana stupenkasini mana muramur bosildi mana. Yana ozgina materiali yetmay qoldi mana. Bu yeri qo'shganmiz, natijni patologi. Stenalari ham yeri bir xil kraska. Pollari, baninin kafirleri hammasi 1.20 ga 60. Natijni patolog, magnetli trek. Yuvalları molding. Polan meri kafir koridorda. Kafir bo'lib ket. Mana qaponilari kirib ketgan mana bu yog'i. Kuxniyaga kirib ketgan yoqlari. Yo'lga laminat 2 zali. Ana yoqda bir spalnisi bor kichkina. Divarlarning ham yerida molding bor yana. Ramka. Tamam, yine kuxnamiz. Yine eshikleri qo'yilmagan, ham yeri o'rganda chiqib turibdi buni. Eshiklar endi qo'yiladi, razvedkalari qo'yilmagan. Kul chatirlari qo'yildi. Mana bu ham natijni patolog. O'rtada lyustra bo'ladi. Tak, har yoqda shtoralagan yeri pasvetga. Shuni chiqardik mana. Ne verler? Toz ona. Tak, natijni patologdan. Mana yer shtoralagan yeri yana. O'rtoqlarga sizlarga aytsam, o'sha obyektimizni 130 mishok rond ketdi. Shkatulkada turadi. 130 mishok rond 70-80 mishok teklar, 25 mishok finish ketdi. Kilaydan Dostonbek nechalim kilay ketdi kafillarga o'xshi? 100 dan ziyodroq ketganda u. 110 xaltada ketgandi. Shuning uchun uni pol, mana baninin kafilleri hammasi 210 kvadrat kafil bosildi bizda. 210 kvadrat kafil bosildi. Mana yeri mana dushovoy kabin bo'ladigan yeri mana birinchi etaj. Kafillari hammasi 45 kesilgan. 45 shina. Bu yerda dush bo'ladi endi, sho'dan oyna bilan beklaydi mana. Mana yana shampun qo'yadiganlar. Mana hammasi burchlar yana 45 kesilgan yana. 45 kesilgan hammasi. Yine bu trapni aytib qo'ying, mana 1 metrga 1 santimetr uklon berilgan mana. Undan ko'p bo'lsa grubiy bo'lib ketadi. 1 santimetrga, 1 metrga 1 santimetr uklon. Her simstitilleri bilinmeyen. Aynı anda öğrekiler ham 45 gradus kesilgan. Tak, bu yağımız
unitas turadigan yer installyatsiya bo'ladi. Mana. Так, mana gigiyeniskiy. Ne bu yerda installyatsiya unitazi bo'ladi. Oqo'shkalar, kranik, suvda kraniklar avariya holat bo'lganda ochib berish uchun. Shuni evvelgi videoda ham aytib ketgandim. Mana shu bolt, o'rtadagi bolt poldan chistoy 32 cm bo'lsa, toshning normalniy qoladi installyatsiya yerdan ko'tarilib. Shundan qunupga 1 metrga boradi. Так. Bunayog'imizdan spalni. Printlari oq. Bir matijni patolog. Gallagerlarni samollab berdi, ishi bor. Bu yerdan yo'lga bo'lib bosilgan mana laminanti. Tak, bir xatarni uzoqdan tushib bering. Mana bu kichkina zal. Bu yerdan divorlari molding, poli yo'lga bo'lib bosilgan laminat. Divorlari molding mana shunday solingan. Patologini 60 sant aylangan devregi. Yine bu yoqda shtorelatgan yeri yine. Bu yerda santexnik elektrigini boshqa birovlar qildi, biz qilmadik. Tak, mana bu zalimiz. Kameradan yaxshi tushirmay turibdi. Mana bu ham shu shunday 4 shu patolog solingan. Poli yo'lga. Diyorlari hamma molding. Ayni yap uzundan shtorelar to'lib solingan. Shunday bo'lib. Tak, ikinci etaja chiqamiz. Lestnitsada ishi bor. Lestnitsani yanında molding solingan mana. İkinci etajda koridoru. Bir yerden yukarı molding salonu kağıt çetine. Gallagen mesalar tayyor turibdi. Hali gallagerlar elinmagan. Bu divorlardan anlar bira uchun pravda chiqarib ketilgan, bira uchun bundan var, bira uchun pravdalar. İkinci etajda laminanti obishniy bo'lib solingan. To'g'ri solingan bu yerdagi. Shunday. Koridorumuz. İki koridor. Tam yoqda bir spalnyamiz bor, mana kichkina. Ham yer bir xil, kraskasi patologi oq, divorlari shunday svetda. Yine bir yerda bir narsani aytib ketayim, o'sha plintusga shoplarni tiqmaga, yana o'sha yaxshi ekan yana. Yana germetik для дерева и паркет такой-то белый. Shunday. Akrilovый deydi, shu yaxshi ekan yana, shuni tavsiya beraman yana. Şu plintuslar, shoplarni tiqib ketmay o'zimga olib qarab chiqadi. Mana usti tiyi tiqilgan mana yana. Ochiq yeri yo'q. Yana bu yerda mana moldinglar, ikkinchi etajdan. Bu yerda lekin kichkina molding solinmagan. Faqat kattasi aylangan. Tak, yine birimiz общий banya bu ikinci etajdaki.
Yerden ko'rsatib keting. Mana natijali patolog. Laminantning ikkisi rovna bo'lib ketgan. Mana papir bilan rovna qildik. Shu yerda bir ma'lumotni aytib o'tib keting. O'sha stejga qilganda kafel bo'ladigan yoqni 1 santimetrlik o'y qilish kerak. Shunda buni rastorda qalinligi, kafelni qalinligi bilan laminat ikkisi to'shni keladi. Bo'lmasa, shuncha plashatka nalyonli polni ko'p quyishga to'g'ri keladi. Hamma o'sha bani tualet bo'ladigan kafel sanatan yerda laminat bo'ladigan yoqdan stejkasini 1 santimetrlik o'y qilish kerak. Yana bu yerda installyatsiyalar hali qo'yilmagan. Mana sushilkalarni hali qo'ydik. Razvedkalar qo'yilmagan ishlari bor. Natijali patolog o'tib turibdi mana. Bu yerdan 45 gradus mana kesilgan. Idealni qilib vannaning mestasi. Bu yoqda bir kichkina spalnimiz bor yana. Yine berimizden bir spalni, berimden kvadratni taş alğan bundan ipsakardın. Şu pesteki zavran ikisi bir xil. Bir yerden moldingler, ullu moldingden salıngan bundan. Zalam, şu kvadrat ipsakardın, ikinci etaş. Takımlayağımız garderop. Kiyim keçek koyalım. Yine bir ağımız spalninin içindeki duş yer hatının spalnisi bu. Yine bir instalyatsiyalarına tayar olup tuttu. 45 kesilgen engeller okulları zor bu. Şöyle yine bir məlumatda aytib o'tib ketishim kerak. Şu hamma kafel bilan laminatni şobunu şu stenadan 2 santimetr laminat kirish kerak. 2 santimetr ichkariga qarab. Shunda eshik tiyinda to'shni qoladi. Eshik ostida qoladi shunda. Shu yerga e'tiborli bo'lish kerak. Bo'lmasa keyin eshikni unutgandan keyin eshikni beklagan vaqtda shob ko'rinib qoladi. Divaldan 2 santimetr ichkarida qolish kerak shob sentri. Bu yerdan shu natijali patolog, mana bu yerda dush shower kabin bo'ladigan yeri 1.20 ga 1.20 qilib uzatganmiz mana yana. 1.20 ga 1.20. Simistitlar qo'yilmagan. Şimdi bizlerde işlerimiz hemen faydalı bo'lganmasa kommentariya yozib qo'yinglar. Like bosib, podpisatsiya qilib, her safar obyekt bitganda chiqarib boramiz. Şimdi ishlarimizni kimga no'g'ri qiziq bo'lsa yozib qo'yinglar kommentariyaga. Bu yerimiz Perixoshga 1-etajda usti yog'i bu. Bu şiberge krişaga chiqadigan lyuk. To'shni 2 oyda shu kottejda remontini bitirdik. Kommentariyaga fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Keyingi kutuklar bormi? Nishki chiqqan remont.